Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh aziz obunachilar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Mana ertalabki orzu degan to'g'lamiz Raddom 7 dan bir xazinamizga keldik. Ertalabki sovutishimiz, ertalab sovutamiz, xudo xolasa. Mani qo'llab-quvvatlab turib like bosgan aziz obunachilarimizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, qo'llaring dard ko'rmasin. Aytganimdek, doim qo'llaring faqatgina dollarlarda ko'rsin, plastiklaring pulga to'lsin. Xo'p akalar, bugungi sovutishimiz yana o'sha boshlanadi. Xo'p akalar, yana ma'lumot uchun aytib ketilaveradi. Akkumulyatorga ulangan bo'lsa, birinchi akkumulyator uziladi. Uzilgandan keyin bismillahirrohmanirrohim deb xo'p, inkubatorimizni o'chiramiz. Xo'p, uyda haroratiga qarab inkubatorda qopqog'i sekin ochilaveradi. Mana bismillahirrohmanirrohim. Ochilaveramiz. Uyda harorati 25 dan baland, 25 atrofida bo'lsa, pulni ochilaveradi. 25 dan past, 20 sovuq bo'lsa, sekin yarim ochib turib ochilaveradi. Xo'p, ma'lumot uchun 111 ta tuxum qo'yilgan akalar. Kecha xo'p tekshirib ko'rdik. Shunchaki o'zim qiziqishga tekshirdim. Bugun 17-kun. Xo'p, mana shu yerda urug'lanmagan tuxumlarimiz bor ko'rinayotgan bo'lsa, mana qilib mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, xo'p 5 ta, mana 6 ta, xo'p 7 ta, xo'p mana ham bor 8 ta, 8 ta, bir 10 tacha, 11 tacha chiqib qoladi urug'lanmagan. Tevalar endi yarim ko'rib chiqdim, urug'langan. Xullas 111 ta tuxumdan hozircha 100 tasi urug'langan chiqib turibdi. Endi nari oralarda chiqadimi, chiqmaydimi hali tekshirib ko'rganim yo'q. Xo'p akalar, o'sha 7-8 minut sovutiladi. Uy issiqroq bo'lsa 7-8 minut, sovuqroq o'rtacha holatda bo'lsa 20-25 daraja bo'lsa 7-8 minut sovutilaveradi. Issiqroq bo'lsa 10 minutgacha, uzog'i 10 minutgacha sovutiladi. Undan ko'p sovutilmaydi. Shu ochganda shu bahona latogimni hozir qarab qopti. Mana shu 2 ta idish suvga to'ldirilaveradi. Doim ochilganda men kecha payt ochib suvga to'ldirib qo'yganman. Xo'p, ma'lumot uchun bu ikkinchi partiyamiz. Birinchi partiya jo'jalarimiz mana bu yoqda, Xudoga shukr 96 ta chiqqan. 96 tadan 2 tasi nobud bo'lgan, 4 tasini berib yuborganmiz. 90 ta jo'jalarimiz mana Allohga shukr. Bugun 22-kun. Jo'jalarimiz mana katta bo'lyapti. Allohga shukr mana. 22 kunlik jo'jalar mana. Ana jo'jalarimiz akalar, har xilidan bor mana. Bu ular o'zi Andijon qora jo'jalari. Xo'p, 30 tasi bag'da, xo'p, 30 tasi mana bag'da ola chiporlari ham bor. Xudoga shukr mana. Bexato Allohning izmi bilan katta bo'lishyapti mana. Xo'p, bunaqa yot surkaganlarimiz ham bor. Aka. Ay. Mana oq jo'jamizga dumini cho'qib qo'yishgan. Dumini cho'qib qo'yishgani sababli yot surkab o'zimiz sekin rang berib qo'yganmiz. Bu mana vitaminlar, dorilar hamma yo'q bor. Xo'p, spirtdan tortib yod, zelyonka, vitaminlar hamma yo'q joyida. Ha, mabodo endi jo'jalaring Barashnamanga o'xshab bir-birini cho'qib qo'yadigan bo'lsa, mana bunaqa tabletka bor. Cobalt degan tabletka 1 litr suvga bittasini tashlab berilaveradi. Mana jo'jalar chiqishni boshladi. Voy. Nega deyapsan kisib turishlar? Aka. Sen joyingga kir. Sen joyingga kir. Men urushyapsan senlar. Xo'p, xullas mana tuxum sovutayotganimizga ham 7 minut o'tib qoldi. Xo'p, bir 5 minutdan keyin qo'lni orqasi bilan, kafti bilan tuxumlar ushlab ko'rilaveradi. Ilmli holatga kelsa bekitib qo'yilaveradi. Iloji boricha qo'lni orqasi bilan ko'rilsa, chustительlik kuchli, yaxshi seziladi. Ilmli bo'lsa hop qaytib yoqib qo'yilaveradi. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akalar bitta like bosib, padeshkada bo'linglar. Oz qoldi, kuzatishda davom etinglar. Xo'p, xudo xolasa uzog'i 5 kun, 6 kunda jo'jalar chiqishni boshlaydi, videolar qo'yamiz. Akalar, ishlarga omad. Rahmat, sog' bo'linglar.